xavfsizlik foydalari uchun kerak bo'ladigan bu kuchli hidga ega bo'lgani uchun qo'lqop hamda sovun hamda maxsus qoliplar kerak bo'ladi. Bunda maxsus qoliplardan sovun yaxshi chiqishi uchun avval uni antiseptik vosita yoki spirtli vosita bilan namlab olamiz hamda o'zimizga kerak bo'lgan sovunni dushli vannada eritishimiz kerak bo'ladi. Suvli vannada eritamiz, ya'ni ozgina sovunni maxsus idishga qo'yib bizga chumog'ana kerak bo'ladi. O'zi umuman sinovlarni yasashimiz uchun turli xil qoliplardan foydalanib yasashimiz mumkin. Xoh u LDF qolip, ya'ni buni dekorativ buyumni o'zida bu qolipimiz qoladi. Xo'p, keyin bizga boya aytib o'tganimizdek, yana kerak bo'ladi turli xil bo'yoqlar, aksessuarlar va smola hamda katalizator. Buni potirgichi deyiladi, katalizator kerak bo'ladi. Agar yasaydigan narsa